Qara, meni evaram bor ekan. Bobo, ko'chada duch kelgan bolani ushlab olib, seni o'g'ling deyapsizmi? Juda ham kulgili-ku. Bizning Tizyan avlodining chap qo'lida xoli bor. Nima? Ha, rostdan ham yanglishmabman. Bu bizning Ziyan avlodining zurriyodi, demak Ziyan sulolasining davomchisi bor. Voy, bular o'g'rilarmi deyman? Qaranglar, ana u yerda nima bor ekan? Hoy, evaram. Hoy. Bobo, hazillashmang. Yaxshi ham chaqqon ekanman. Bolani sochidan bir tola yulib oldim. Tezroq kasalxonaga birinchi tekshiruv o'tkazishim boraylik. Bobo, kompaniyada ishlarim bor. O'yinlaringizni o'zingiz o'ynayveringlar. Men aralashmayman. Hoy, nodon. Hozir evaramdan ham muhim ish bormi? Ko'p gapirmay, jim o'tirib kut. Javoblar chiqdi. Javoblar chiqdimi? Bir ko'raychi. Men birinchi ko'raman. Men birinchi ko'raman dedim, men birinchi ko'raman. U chindan ham mening o'g'lim. Nahotki o'sha ayol bo'lsa. Xudo, rostdan ham meni evaram ekan. Seni yaxshi bilmas ekanman. Hamma ishni bizdan yashirib pishirib bo'psan-ku. O'zini bilmaganga olishini qara, nimaga qaqqayib turibsan? Tezroq boqqa bor. Ziyan oilasini zurriyodini qaytar. Bizning oilada 10 avloddan beri bitta merosxo'r bo'lgan. Salom, shart sotib oling. Yo'q, kerak emas. Oyjon. Dudu. Dudu, qorning ochdi. Mana Oyjon non olib kelganman. Oyjon, qarang, yesa bo'ladi. Dudu, oyligim chiqsin, senga mazali ovqatlar tayyorlab beraman, xo'pmi? Oyjon, nonim shirin, juda ham mazali ekan, ha? Har tomondan qidiringlar. Xo'p bo'ladi.